Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz. Bugun 19-oktyabr kuni O'zbekiston bo'ylab ob-havo barqaror bo'lishi kutilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati markazi O'zhidromet rasmiy ma'lumotiga ko'ra, bugun havo o'zgaruvchan bulutli, lekin yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Toshkent shahrida kunduzi harorat +21 dan +26 darajagacha bo'ladi. Shamol sharqiy yo'nalishda esadi, tezligi 7-12 metr/sekund atrofida. Kechasi esa havo biroz soviydi. Harorat +8 dan +10 daraja oralig'ida bo'lishi kutilmoqda. Boshqa viloyatlarda ham havo barqaror bo'lib qoladi. Samarqand, Farg'ona va Namangan viloyatlarida kechasi biroz salqin bo'ladi. Ayrim joylarda tuman tushishi mumkin. Mutaxassislar kechki payt ochiq joylarda bo'luvchilarga issiqroq kiyinishni tavsiya qilmoqda. Kanalimizga obuna bo'ling va fikringizni izohlarda yozib qoldiring.